Arar Toru'nun Uyghur Xəbərləri namlıq Twitter hesabida e'lon qilingan sin ko'rinishlarga asoslangan xabarda deyilishicha, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga silayotgan zulmlarining biri ularni majburiy bayroq chiqarish murosimida qatnashtirish ekan. Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Toshqo'rg'on nahiyasidagi bir yezda tartilgan sinda Uyg'ur va tojik fuqarolarining askar va soqchilarning hamrohligida bayroq murosimida qatnashishiga majbur bo'lganligi ko'rilgan. Diqqat qilishga arziydigan shuki, har dushanba kuni Xitoyning boshqa joylarida yo'q, faqat Sharq Turkistonda o'tkaziladigan bayroq chiqarish murosimiga qatnashishga majburlangan kishilarni havodan uchquchsiz aeroplanlar kuzatgan. Amerika Kengash Palata a'zosi, Kengash Palatasi Moliya komitetining raisi Ron Wyden 28 mart kuni Tesla, GM, ya'ni hammabop avtomobil, Honda, Mercedes, Volkswagen qatorliq shirkatlarning mas'ullari xat yozib, bu shirkatlarning Uyg'ur majburiy emgak bilan bo'lgan aloqasiga tushuncha berishini talab qilgan. Bu Ron Wydenning tunji qitim bu shirkatlarning Uyg'ur majburiy emgak bilan bo'lgan munosabatiga tushuncha berishini talab qilish emas. Ron Wyden o'tgan yili 12-oyda 8 donglik avtomobil shirkatining mas'ullari xat yozib, bu shirkatlarning Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan zapchaslarni ishlatgan avtomobillarning Amerikada sotilishiga bo'lmaydiganligini ogohlantirgan edi. Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonlik partkom sekretari Ma Shungroy 30 mart O'rta Osiyo ziyaratining 3-bekiti bo'lgan Qirg'izistonga yetib kelib, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan ko'rishgan. Qirg'iziston taratqullarining xabar qilishicha, ko'rishda Japarov o'rtaq transport va ariq-sap ul aslahalarining taraqqiyoti va o'zaro foyda yetkazadigan shartlar ostida savdo hajmini ko'paytirishni alohida ta'kidlagan. Mashunroy bo'lsa Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini tezroq bitirishning ahamiyati va Uyg'ur rayoni bilan Qirg'iziston orasidagi chegara ig'izlarining sonini ko'paytirishga alohida qiziqadiganligini aytgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2023-yildagi Hong Kong siyosat harakat dokumentida Xitoy hukumatining Hong Kongdagi adliya mustaqilligi va qonun bilan boshqarish buzg'unchilik qilish orqali Amerikaning manfaatiga tahdid soladigan harakatlarni davomlashtirayotganligi o'ttirib qo'yildi. Rossiyaning juma kuni e'lon qilgan yangi tashqi siyosat hukumida Xitoy bilan bo'lgan universal sheriklik munosabati va strategik hamkorlikni texnik kuchaytirishni maqsad qilganligi o'ttirib qo'yildi. Hujjat yana Rossiyaning Yevropa bilan Xitoyning sharqini tutashtiradigan xalqaro qatnash koridorining ul aslahalarini yaxshilash va Rossiya, Mong'oliya, Xitoy iqtisodiy koridorini taraqqiy qildirish uchun tirishayotganligi bayon qilingan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump 4-aprel sotga chiqdi. Trump ustidan qilingan aybnomada saylan va savdo xotirasi xiloflik qilish jinoyati bilan 30 dan ortiq ayblash borligi ilgari surilmoqda. Iran zamindan kelgan qurolli unsurlarning hujumi natijasida 4 Pokiston askari o'ldirildi. Iran zamindan kelgan qurolli unsurlarning Balochiston o'lkasining Kech rayonidagi chegara chorlash mashinasiga qurolli hujum qilganligi va 4 askarning hayotidan ayrilganligi bildirildi.